Assalomu alaykum. Ushbu videoda biz Kubernetes kontekstida monitoring haqida gaplashamiz. O'tgan videomizda biz logging haqida gaplashgandik va degandikki, logging bu observability'ning kichkina bir qismi va uning ichiga yana metrikalar bo'lishi mumkin, tracingni qo'shishimiz mumkin, memory profilerlarni qo'shishimiz mumkin va dasturimiz haqida iloji boricha ko'proq ma'lumotlar to'plab analiz qilishimizga e, imkon yaratishimiz mumkin. Ya'ni logging bu dastur qatlamidagi bizga yordam beradigan va hodisalarni bizga qanday kechganligi haqida o'zimiz yozgan xatoliklar, shunchaki ma'lumotlar, ogohlantirishlar, warninglar, ya'ni o'shalarni ko'rishga yordam beradi. Endi monitoring bizga server resurslari qanday ishlatilyapti, qanaqa metrikalar, ya'ni RAM qancha ishlatilyapti, xotira qancha ishlatilyapti, o'shalarni CPU, ya'ni protsessor qancha ishlatilyapti, qancha bosimga uchrayapti, o'shalarni hammasini biz endi monitoring orqali va monitoringdagi har xil toollar orqali biz yig'ib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, monitoring haqida aytishimiz, demak gaplashayotgan ekanmiz. Demak, biz service accountlar haqida gaplashgandik va service accountlar degandikki, bitta user account bor va service account bor. Service accountlar asosan botlar, ya'ni odam bo'lmagan, user bo'lmagan monitoringni dasturlari ishlatadi. Deylik, bizda monitoring uchun nechta podimiz bor, qancha resurslar ishlatilyapti, nima qanchadan ishlatilyapti, nima qanchadan qoldi, o'shalarni ko'rish uchun bizga albatta API server bilan gaplashish kerak yoki operatsion sistema levelda darajasiga tushib qanchadir access olish kerak. Mana shunaqa paytda service accountlar va security contekstlar bizga yordamga keladi. Demak, boshlaymiz vazifalarni bajarishni. We have deployed a few pods running workloads. Inspect them. Demak, get pod qiladigan bo'lsak, demak hammasi running setda. Keyingisiga o'tamiz. Let's deploy the metrics server to enable monitoring of the pods and nodes in the cluster. Demak, podlar va nodlarni monitor qilib turish uchun metrics server deploy qilar ekanmiz. Deploy the metrics server in your Kubernetes cluster by applying latest release components.yaml manifest using the following command. Demak, run the mana shu komandani olib run qilar ekanmiz. Demak, kubectlni zo'r tomoni bizda -f dan keyin xohlagan faylni, ya'ni lokal o'zimizni kompyuterimizda joylashgan yoki xohlagan public faylni bersak, o'shani apply qiladi, o'zi yuklab olib. Va apply qilib ko'radigan bo'lsak va o'zimiz ham wget orqali bizda faylimizning ichida nima borligini ko'rsak bo'ladi. Va vim components. Demak, bizda splitter orqali hammasi bitta faylga yaratilib ketilgan. Demak, birinchi bizda service account, keyin cluster role, yana cluster role, ana endi role binding. Demak, cluster role binding. Demak, cluster role binding bilan oddiy role binding qanaqa farq bor bilmadim to'g'risi. Demak, cluster role binding, okay. Balki namespace levelda farq bo'lishi mumkin darajasida. Demak, servisimiz bor ekan, export qilyapmiz. Qaysi? Demak, selector metrics serverni export qilyapmiz va bizda deployment bor. Deployment mana labels, mana shu metrics server podlarimiz ham mana shunaqa va biz containersda biz metrics server Kubernetesni o'zini container registrisidan olib o'shani deploy qilyapmiz. Demak, argumentlarga biz
bir qancha argumentlarni berib yuboryapmiz. Demak, readiness probe va liveness probelar konfigure qilinyapti. Demak, va API service. Buni ishlatmaganman o'zim. API registration. Okay. Demak, bizda service, matrix server menimcha o'sha qanaqadir API servis orqali yana expose qilinyapti tashqaridan access bo'lishi uchun. Demak, chiqamiz. Okay, deploy qildik. Takes a few minutes for matrix server to start gathering data. Demak, ma'lumotlarni yig'ib olish uchun qancha vaqt ketar ekan? Run the kubectl top node command and wait for a valid output. Kubectl top range qaraydigan bo'lsak, bu o'zi qaysi vazifani bajaradi? Top display resource and CPU memory usage. This command provides a view of recent resource consumption for nodes and pods. It fetches metrics from matrix server, which aggregates this data from kubelet on each node. Demak, hammasini yig'ib olar ekan mana shu matrix server deploy qilganimiz. The metrics shown are specifically optimized for Kubernetes autoscaling decisions, such as those made by horizontal pod autoscaler and vertical pod autoscaler. Because of this, the values may not match those from standard OS tools like Top, as the metrics are designed to provide stable signal for autoscalers rather than for pinpoint accuracy. I mean, eventually consistent ekan, ya'ni real time'da bizdagi low level operatsion sistema darajasidagi demak to'ppa-to'g'ri mana shu sekund uchun moppa-mos bo'lgan statistikani bizga bermasa ham, metrikalarni bermasa ham, eventually demak bizga decision qilishga yordam berar ekan. Demak, bizda top node va top podlarni ko'rsak bo'lar ekan. Va endi ishlatib ko'rsak bo'ladi top node. Demak, control plane'da 179 millisekund va CPU 1% ishlatilyapti, memory 1 megabayt ishlatilyapti va memoryni ham bu 1%. Va node 01 da ham deyarli juda ko'p narsa ishlatilmayapti. Mana endi top pod qiladigan bo'lsak, keyingisida shuni bersa kerak. Demak, bizda elephant, line, rabbit ning qancha protsessor va qancha xotira ishlatilayotgani bizga ko'rsatilyapti. Identify the node that consumes the most CPU cores. Demak, bu control plane. Identify the node that consumes most memory. Demak, bu ham control plane. Identify the pod that consumes most memory. Demak, bizda rabbit bu yerda eng ko'p memory consume qilyapti. Keyingisida identify the pod that consumes the least CPU cores in default namespace. Demak, default namespace'dagi eng kam CPU consumptionga ega bu line bo'lar ekan bizda. Demak, mana shunaqa qilib biz Kubernetesni o'zida default bo'lgan matrix server imijini ishlatgan holda mana shu komponentsni butunligicha apply qilib, demak bizga shu nodlar va podlar haqidagi ma'lumotni to'liq yig'ib turadigan matrix serverni
ishga tushirdik va Matrix serverning zo'r tomoni bu kubectl komandasi bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiyasi borligi. Bizda boshqa monitoring yechimlari ham bor. Prometheusga o'xshagan va ular adashmasam Kubernetesdan tashqarida bizga alohida dashbordlar qilib, biz o'zimizni servisimizni expose qilib, tashqaridan web shu brauzerimizdan kirib ko'radigan qilsak bo'ladi. U ham mana demak Matrix server o'qiganimizdek bu eng latest eventually consistent bo'ladi adashmasam, va Prometheus ham xuddi shunaqa yechim bersa kerak. Va shunaqa shu bilan bugungi labimiz ham o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.